Kayfiyatlar yaxshimi? Charchab qolmadinglarmi? Bitta qarsa eshani qo'yinglar bo'lmasa. Va barcha aziz yurtdoshlarimiz sahnamiz oldiga yaqinroq kelishlarini taklif qilamiz. Sababi hozirgi chiqadigan ijodkorlar o'zbek estradasining eng yorqin yulduzlari tashrif buyurishda va birin-ketin sahnada o'z chiqishlarini taqdim etish uchun taraddud ko'rishmoqda. Aziz yurtdoshlar, ko'tarinki kayfiyatda, a'lo kayfiyatda, bayramona kayfiyatda davom etamiz va sizlar uchun o'zbek estradasining yorqin ijodkori Instagram tarmoqlari orqali o'zini boy auditoriyasiga ega bo'lgan ajoyib iste'dod egasi, ajoyib ijodkor, xonanda, aktrisa, bloger, Foxda qo'yamiz aziz ishtirokchimiz. Sizlar qatnashmaslik bo'lmaydi, chunki so'zlarimiz va shunaqangi ko'tarinki a'lo kayfiyatda biz konsert dasturimizni davom etamiz. Yana ajoyib sho'x qo'shiqlar bilan sahnamizga xushovoz xonanda Ilyosbek Nusurovni taklif qilamiz. Olqishlab qo'yamiz aziz yurtdoshlar. Yana bir bora barcha aziz yurtdoshlarimizga bahoriy kayfiyat ulash maqsadida Toshkent shahar hokimining tashabbusi bilan mana shunaqangi chiroyli gullar festivali tashkil etildi va eslatib o'tamiz, mana shunday festival aziz yurtdoshlarimiz uchun, shahrimiz mehmonlari uchun 3 kun davomida mana shu maydonda davom etadi. Sizlar uchun yaratilgan mana shunday go'zalliklardan maza qilib bahramand bo'lasiz degan umidamiz va konsert dasturlari ham sizlar uchun albatta kechki soat 23:00 ga qadar mana shu maydonda, mana shu sahnada davom etadi. Va biz davom etamiz mana shunday chiroyli, go'zal konsert dasturimizni davom ettirish uchun sahnamizga yana bir bor Ritm jamoasining Buxorocha raqs bilan o'z nomerlarini, o'z chiqishlarini sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Olqishlab qo'yamiz aziz yurtdoshlar. Hammangizni xonadoningizda yaxshi kunlar, chiroyli to'ylar, bayramlar bo'lsin. Ritm raqs jamoasini ajoyib go'zal raqslarini guvoh bo'ldingiz. Olqishlab qo'yamiz aziz yurtdoshlar. Albatta Buxorocha sozlar, Buxorocha ohanglar, Buxorocha musiqa beixtiyor insonni raqsiga to'g'rimi? Har bir viloyatda o'zini bir chiroyli raqslari bor. Xorazmda Xorazm lazgisi bor, Buxoroda Buxorocha raqs, Surxondaryoda esa Surxoncha raqs. Biz albatta barcha viloyatni hududlarini raqslari bilan bemalol ajratib olamiz. To'g'rimi? qani hamma balus olib ketib qolardi. Xo'p, mayli. Qo'ng'irton martasi ijro uchun bitta qarsa kelib o'tadi. Xo'p, qani bu qizildan hududlarni raqslari bilan bemalol ajratib olamiz. To'g'rimi aziz yurtdoshlar? Va shunaqangi ko'tarinki a'lo kayfiyatda davom etamiz. Toshkent shahar 34-sonli Islom Karimov nomidagi madaniyat markazining ajoyib Modara Begim raqs jamoasi, Evazalarda folklor jamoasi, bitta qarsigilar aziz yurtdoshlar, davom etamiz. Sahnamizda yana bir bor Yoshlik xalq jamoasi sizlar uchun o'z chiqishlarini marhamat. Tasodif emas, uchrashuvimiz samo. Afrodita raqs ansambliga navbat berishdan oldin Guldiroz Qarsagilar bilan Yoshlik xalq jamoasini kuzatib qo'yamiz va sahnamizda yana bir bor Afrodita raqs jamoasi. Marhamat. Kayfiyatlar yaxshimi? Charchab qolmadinglarmi? Bitta qarsa eshani qo'yinglar bo'lmasa.
va barcha aziz yurtdoshlarimiz sahnamiz oldiga yaqinroq kelishlarini taklif qilamiz. Sababi hozirgi chiqadigan ijodkorlar o'zbek estradasining eng yorqin yulduzlari tashrif buyurishdi va birin-ketin sahnada o'z chiqishlarini taqdim etish uchun taraddud ko'rishmoqda. Aziz yurtdoshlar, ko'tarinki kayfiyatda, a'lo kayfiyatda, bayramona kayfiyatda davom etamiz va sizlar uchun o'zbek estradasining yorqin ijodkori Instagram tarmoqlari orqali o'zini boy auditoriyasiga ega bo'lgan ajoyib iste'dod egasi, ajoyib ijodkor, xonanda, aktrisa, bloger Gulli Happy Life olqishlab qo'yamiz aziz yurtdoshlar. Barcha aziz yurtdoshlarimizga bahoriy kayfiyat ulashish maqsadida Toshkent shahar hokimining tashabbusi bilan mana shunaqangi chiroyli gullar festivali tashkil etildi va eslatib o'tamiz, mana shunday festival aziz yurtdoshlarimiz uchun, shahrimiz mehmonlari uchun 3 kun davomida mana shu maydonda davom etadi. Sizlar uchun yaratilgan mana shunday go'zalliklardan maza qilib bahramand bo'lasiz degan umiddamiz va konsert dasturi yarim soatlik qo'shiq kerak emas. Qisqa chiroyli bo'lsin. Yaxshilab ahamiyat berib turasizlar. Kimning ijrosi yaxshi bo'lsa, ana o'shanga sovg'amiz bor. Kim bosh qani hamma baliq olib ketib qolardi. Xo'p, mayli. Qo'mirton matashi ijro uchun bitta qarshigida bo'lsin. Xo'p, qani bu qizildan baletchilar bitta o'zidan ko'rsatib yuboringlar-chi. Xo'p. Shohruxga g'olib deganlar konsert oladi. Va mana shunaqangi ko'tarinki a'lo kayfiyatda bugungi tadbirlarimizni davom ettiramiz. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, mana shu tashkil etilgan, aynan sizlar uchun tashkil etilgan Gullar festivali tadbiri 1-2-3 may kunlari aynan shu yerda bo'lib o'tadi siz aziz yurtdoshlarimiz uchun va konsert dasturlarimiz esa kechki soat 23:00 ga qadar mana shu sahnada davom etadi. Barcha yurtdoshlarimizni mana shu maydonga, mana shu chiroyli go'shaga taklif qilib qolamiz. Sababi mana shu sahnada o'z ijod namunalarini sizlar uchun taqdim etish uchun o'zbek estradasining eng yorqin yulduzlari ham albatta tashrif. Va hali ham o'ylamadingizmi? Bo'laveradi shu ham. Bo'ladimi? Ketib qolmaysa hozir yo'lda yana buyurishadi. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek mana shu maydon juda ham chiroyli qilib bezatilgan, gullar bilan bezatilgan. Albatta bularning hammasi qo'l mehnatlari. Inson go'zallikni yaratadi. Inson chiroyli narsalarni o'z qo'li bilan yaratadi va qolaversa har bir yaratilgan asar inson qo'li bilan bu san'at asari deyiladi. To'g'rimi? Va mana shunday san'at asarlardan birini yana sizlarga taqdim etish arafasida turibmiz. Har bir inson qo'li bilan yaratilgan narsa bu inson ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Inson chiroyiga esa albatta chiroyli liboslar ko'rk qo'shadi. Hozir esa sizlar uchun Toshkent shahar Yakkasaroy tumani To'qimachilik va yengil sanoat universitetining talabalarini milliy liboslar kolleksiyasi ko'rgazmasini taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmanglar va shu o'rinda mana shu ko'rgazmaning, ya'ni kompozitsiyaning nomi Gulmar deyiladi. Hozir sizlar ko'rib guvohi bo'ladigan mana shu ajoyib milliy liboslar ko'rgazmasining asoschisi esa dizayner Aziza Ahmedova. Bitta olqishlab qo'yamiz va sahnamizga milliy liboslar ko'rgazmasini kolleksiyasini taqdim etamiz. Marhamat, qarsanglar bilan qarshi olamiz. Marhamat. To'qimachilik hamda yengil sanoat universitetining talabalari ishtirokidagi milliy liboslar kolleksiyasini guvohi bo'ldingiz. Albatta shunday san'at asarini yaratgan dizayner Aziza Ahmedovaga ham bitta guldiroz qarsakinglar.
Va shunaqangi ko'tarinki a'lo kayfiyatda biz konsert dasturimizni davom etamiz. Yana